Sizga varikatsiyali tashxisi qo'yildi va buni operatsiya qildirmoqchimisiz? Yo'q, bunga hali shoshmasdan turing. Chunki qachon varikatsiyalini operatsiya qilish kerakligini hozir ko'rib chiqamiz. Tasodifan sizda UZI tekshiruvida varikatsiyali kasalligi aniqlandi, lekin sizda hech qanaqa bezovtalik yo'q. Xo'sh, qanday bezovtaliklar bo'lishi mumkin o'zi va qachon operatsiya qilish kerak? Buni hozir ko'rib chiqamiz. Birinchisi, moyaklardagi doimiy yoki ba'zida og'ir yuk ko'targanda, jinsiy aloqadan keyin yoki kun bo'yi yurib kelib, o'sha to'shakka yotgan vaqtingizdagi yoqimsiz diskomfort, og'riqlar. Ikkinchisi, bu farzand ko'rish bilan bog'liq muammolar yoki to'ydan oldingi spermogrammaning juda ham sifatining tushib ketganligi. Uchinchi holat, bu moyaklarning rivojlanishini sekinlashib qolishi yoki qon aylanishining buzilishining hisobiga moyak hajmining kichrayishi. Varikatsiyali kasalligi bu moyak venalarning kengayishi hisoblanadi. Ko'pincha chap tomonda uchraydi ko'pchilik erkaklarda. Chunki bu odam anatomiyasi xuddi shunaqa tuzilgan. Xo'sh, endi bilib oldingiz qachon operatsiya qilish kerakligini. Demak, sizda yuqoridagi belgilar bo'lmasa, operatsiyaga shoshilmaslik kerak va aynan qanday operatsiya usulini tanlash kerak. Hozirda eng zamonaviy usul bu marmar metodi hisoblanadi. Ya'ni mikroxirurgik mikroskop orqali bajariladigan, juda ham kichik kesma orqali, juda ham kam travmatichniy hisoblanadi va juda ham qisqa muddatda qilinadi va aynan operatsiyadan keyin 1-2 soatdan keyin uyingizga ketishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, agar sizda varikatsiyali kasalligi bo'lsa va yuqorida ko'rsatilgan belgilardan birortasi bo'lsa ham, buni operatsiya qilib o'z vaqtida oldini olish kerak. Agar sizda shunaqa muammo bormi, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin, chunki biz jamoamiz bilan juda ham ko'plab bunday operatsiyalarni o'tkazganmiz va hammasi muvaffaqiyatli va ulardan juda ham ko'pchiligi oilalar farzandli bo'lish baxtiga muyassar bo'lishgan. Mikroxirurgik juda ham kam travmatik usulda qilib berishimiz mumkin va boya aytib o'tganimdek, standarti bo'yicha ham shunaqa. Masalan, ba'zi joylarda 1-2 kun yotib qolish tavsiya qilinadi. Lekin unaqa standartda yo'q. Demak, agar to'g'ri bajarilgan professional operatsiyadan keyin 1-2 soatdan keyin bemalol hech qanday og'riqlarsiz uyingizga ketishingiz mumkin. Sizda muammo bormi? Bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.